Assalomu alaykum do'stlar, PHP yurishlik darsiga xush keldinglar. Bugungi darsimizda PHP ning sintaks qurilmasini ko'rib chiqamiz. Undaqda PHP kodini yozishdan burun mavhum mulozimatlarimizni qo'zg'ataylik. Start degan knopkaga bosamiz. Servis knopkasiga bosib all start qilamiz. Network knopkasiga bosib localhost 8080 ni enable qilamiz. İkinci qadamda kod yozadigan editorimizni ochamiz. Editorimizni qo'zg'atib bo'lgandan keyin biz PHP kod yozmoqchi bo'lgan hujjatning o'rnini belgilab beramiz. Bu yerdan aç degan knopkaga bosamiz. Bosgandan keyin htdocs degan qismga kelamiz. PHP dokumenti hujjatimga kelaman va bu yerda open deyman. Hemen bu yerdan yangi bir hujjat quraman. İsmi index.php bo'lsin. Agar PHP kod yozmoqchi bo'lsak, hujjatning oxirining ismi cho'qim .php bilan oyoqlashi kerak. Hujjatimni qurib oldim. PHP kodi cho'qim yalan tirnoq savol belgisi PHP dan boshlaydi va savol belgisi yalan tirnoq bilan oyoqlashadi. Biz bu qismga o'zimizning yozmoqchi bo'lgan PHP kodlarimizni yozsak bo'ldi. PHP kodini ekranga bostirish uchun echo va print degan komandlarni ishlatamiz. Biz salom dunyo degan kodimizni yozdiraylik. Kodimizning oxirida cho'qim chekitlik pesh bilan oyoqlashi kerak. Ctrl S qilib tor bitimizni kirib localhost diye kelsak, salom dunyo deb kodimizni avtomatik yozdirib beradi. Print degan komandimizmi ekranga kodimizni yozdirib berishga yaraydi. O'xshash salom dunyo deb yozdirib beradi. Endi biz izohat buyrug'ini ko'raylik. Izohat buyrug'i yan to'sh chiziqni tarkib topadi. Bu bo'lsa bir izohat bo'limidir deb yozdiray. Va bu yerga yozilgan izohatni localhost kirib boqaylik. Ko'rganinglardek bu yerda hech qanday izohat ismi ko'rilmaydi. Birdan ko'p qurda izohat yozdirmoqchi bo'lsak, yan to'sh chiziq chekit yan to'sh chiziq qilsak, biz bu oraliqdagi butun qismga izohat bera olamiz. Masalan, salom dunyo degan kodimni hemen bu yerga kirsam, kodim avtomatik holda izohlandi.